11 noyabr Konya Cho'mra nayisida tarixiy jamilardan biri bo'lgan Ulug' jamida Sharq Turkistonni tonishtirish, Sharq Turkistonga ega chiqish nomida jami xutbasida Sharq Turkistonni eslash va namozdan chiqib Sharq Turkiston to'g'riliq namoyish elib berildi. Axborot e'lon qilishda Sharq Turkiston Milliy Majlisiga vakolatdan bu faoliyatga Abdulla Aziz qatnashdi va Sharq Turkiston ahvolini tanishtirib so'z qildi. Orqadan jamoat arbobi Ali Akbar Damullojimmo Sharq Turkistondagi zulmning haqiqiy rost ekanligini eskartib so'z qildi. Cumanız mübarek olsun. Allah salih amallerinizi kabul etsin. Ama Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bir cuma namazına, bir cuma namazı kılmak için zar zar ağlıyorlar. Xitoy kommunistlari o'ttir boshlang'ich maktablarda tarbiyalashni alohida jiddiy holda elib berib, o'quvchilarga har qanday bir dinga ishonmay, faqat dinsizlik hammadan afzallikni qattiq singdirmoqda ekan. Xitoy kommunistlari mamlakat ichidagi cho'ng kichik yasli, maktab, universitetlarda umumyuzlik dinga va diniy faoliyatlarga qarshi turish tarbiyasini kuchaytirib, majburiy singdirish, qo'rqitish, aldab pash qildirish qatorliq vositalar bilan o'quvchi bolalarning maqsadini yo'yish orqali dinni tüp yıldızdan quritish maqsadiga yetmoqchi. Har qaysi darajalik ma'rif organlariga bayroq chiqarish, qasam qildirish, dinsizlik tema qilingan har xil shakldagi sinf yig'in, faoliyat, fikr almashtirish usullari orqali o'quvchilarga ideya va xizmatni kuchaytirib, kompartiyaga yaqinlash kuchaytirilgan. O'qituvchilarga o'z doiradagi o'quvchilar huddi ilingan bo'lib, kontrol qilingan doira ichida qattiq nazorat qilish, aloqalish qurollarini vaqtsiz tekshirish, masala bayqalsa ota-onasi bilan ko'rishish, o'rtaq tarbiya qilish, oxirida munosabatli o'ringa ma'lum qilish. Agar kim bo'lishidan qat'iy nazar bir dindor kishini pash qilsa, 1000 yuan xalq puli, bir dinniy jamiyatni pash qilsa, 10 mingdan 40 ming yuangacha xalq puli bilan mukofotlaydiganligini, hatto o'quvchilarga ota-onasi va boshqa urug' tuqqan notanish kishilar diniy ishlar bilan aloqador bo'lsa, oldi bilan soqchixonaga ma'lum qilishni, har qanday din Falun Gong hokimiyat tarafidan qonunsiz, asabiylik radikal ideya deb bekitilganligini, dinga ishonuvchilarning mayli o'smir, yosh qari bo'lishiga qaramay tutib jazolanganligi qattiq ta'kidlandi. Hatto boshlang'ich maktablarda go'dak sabiy bolalarni qaymoqtirib, aldab oilasi, savodoshlari orasida bir-birini pash qildirish orqali nurg'un oilalarni vayron qilgan. Şinjan ishlab chiqarish qurilish Bengtuanning to'g'rining xabarida Uyg'ur Avtonom rayonlik partikomi Bengtuan doiralari Bengtuan miqyosida qishliq umumyuzlik harbiy mashq boshlanish oldida yana 2 dekabr maxsus yig'in chaqirib Bengtuanning vaziyatini eskartgan. Xinjiangga Bengtuan alohida rolni joriy qildirishda harbiy xarakterni kuchaytirish masalasini bevosita ta'kidlab, Bengtuanning o'z alohidaligini to'liq joriy qildirib, Bengtuanning harbiy xarakterini kuchaytirish, harbiy mahorat va harbiy strategiya bilimlari egilishni tiziltib, Xinjiangning muqimligi va mangulik aminligi uchun asos yaratish kerakligini bildirgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Bengtuan haqida yig'inda e'lon qilingan dokladida Bengtuandan iborat mazkur yerim qurolliq, yerim iqtisodiy organni Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikchilik apparati deb tanqid qilgan. Shundaqla uning yerli xalqning iqtisodiy turmushi va bexatarligiga zo'r tahdid ekanligi eskartgan. Belgiya poytaxti Brusseldagi Yevropa parlamentida 8 yanvardan buyon faoliyatlarini davom qilib kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandining bildirishicha, Xitoy hukumatı Dunyo Uyg'ur qurultayining Yevropa ittifoqidagi faoliyatlarini cheklash va uningga qarshi turish uchun yaqinda Xitoy do'stlik guruhisini qurib chiqqan. Ma'lum bo'lgandek, Yevropa parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi 2017-yil 19-oktyabrda qurilgan edi. Bu guruhga 10 dan ortiq parlament a'zolari o'tgan yili Uyg'ur masalasining, jumladan jazo lagerlari masalasining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inlarida o'tirg'i qo'yilishiga, Yevropa ittifoqida kun tartibiga kirishga turtki bo'lib qolmay, 4-oktyabr yana Yevropa parlamentida Uyg'urlarga munosabatlik 15 moddali qarorning qabul qilinishiga turtki bo'lgan edi. Bu hol o'zini cho'ng davlat sanab kelayotgan dunyo siyosiy sahnalaridagi ta'siriga ishonib, o'ziga tamanno qo'yib kelayotgan Xitoy hokimiyatini qattiq bearam qilgan.